Uning butsilari ba'zi bir klublarning butun tarixidan kattaroq. U maydonda deyarli yugurmaydi, u dribling qilmaydi, lekin u futbol grossmeysteri. U futbolga IQ tushunchasini olib kirgan shaxs. Sahifamizni kuzatishda davom eting. Bugun Bavariya oddiy futbolchi deb sotib yuborgan, dunyoda paslar aniqligi bo'yicha yagona futbolchi va hatto Bellingham ham qarsak chalib yuboradigan Toni Kroos haqida gaplashamiz. Kroos, Modric, Kazemiro, esladingiz-a? Zidanning shonli Realidagi buyuk yarim himoya tizimi. Kazemiro va Modric oldida Kroos paslar qiroli va o'yinni boshqaruvchisi edi. 17 yoshidayoq Bavariyada asosiy tarkibda tushishni boshlagan Kroos 3 ta Bundesliga va Chempionlar Ligasini yutdi. Germaniya bilan 2014-yilgi jahon chempionligini qo'lga kiritgan bo'lsa, yarim himoyachi Braziliyaga qarshi 2 ta gol va 1 assistni yo'llab, butun jahonni hayratga soldi. Uni Bavariya Barselonaga sotmoqchi bo'lganda, Barselona uni xarid qilishni istamadi va uning o'rniga Rakitichni sotib oldi. Kroos Realga 25 million yevro evaziga transfer qilindi. Bu transfer Bavariya tarixidagi eng ahmoqona qaror bo'lib qolmoqda. Kroosning Real Madriddagi 10 yillik faoliyati juda katta tarix. 5 bor Chempionlar Ligasi va 4 bor La Liga chempionligi. Qolgan sovrinlarni aytib o'tish uchun bizga vaqt yetmasligini aniq bilasiz. U oltin to'p olmagandir, u Realning eng buyuk futbolchisi bo'lmagandir, lekin u futboldan qachon ketish kerakligini bilgan va siz bir umr sevib keladigan afsonaviy futbolchi bo'lib qoladi. Uni qaysi yarim himoyachilar bilan taqqoslay olamiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.